الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Nisoning 127 oyatini o'qiymiz. Oyat suraning 5-dagi ayollar masalasi, oila masalasi, ijtimoiy jamiyat qurilish masalasi haqidagi mazmunlarga qaytdi. Davatudu bu Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda estaizu billah ve yestaftunaka fin nisa qulullahu yuftikum fihinna ve ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna ve terghabuna an tankihuhunna vel mustada'afina minel wildani ve an taqumu lil yatama bil qist ve ma tef'alu min khayrin fe innallaha kana bihi alima. Oyatning izohatiga kirishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilib ma'ayli. Ular sizdan ayollar haqida fatvo so'rashadi, fatvo talab qiladi. Dan Muhammad alayhisalom Allah sizlarga ayollarning masalalari haqida fatvo beradi. Sizlarga Qur'oni Karimda tilovat qilinayotgan sizlar ularning ustida belgilangan to'ylaqlarini yoki miros haqlarini bermayotgan ayollarning yetimlari haqidagi oyatlarni sizlarga bu haqdagi mazmunlarni bayon qilib beradi. Sizlar ularni nikohlab olasizlar. Mana bir jarayonlar bor. Buni sal turib izohlaymiz. Ondan keyin kichik ojiz yetim bolalar haqidagi mazmunlarni Allah subhanahu wa ta'ala'ningki Qur'oni Karimda tushgan oyatlarda sizlarga bayon qilinadi. Yetimlarga adolat bilan muomala qilish, adolat bilan ularga sahib chiqish haqidagi mazmunlarni Allah subhanahu va taolo sizlarga beradigan fatvolarningki ahkomlarning qatorida bor. Sizlar nima ish qilmanglar, yaxshilikni iroda qilib qilsanglar, Allah subhanahu va taolo uni azaldan qana qilguvchi, bilguchi. Oyatning tarjimasini bu shaklda qilib bo'lgandan keyin bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta oyatning 5-dagi oyastaftunaka sizdan ular nima so'raydi? Fatvo so'raydi. Biz Qur'oni Karimdagi ilgirki nurg'un oyatlarni ko'rib o'tdik. Bundan boshqa o'rinlardami bor? Sahobalar masalalarni so'raydi. Bu Qur'oni Karimning oyatlarida yas'alunaka shaklda. Masalan, yas'alunaka anil khamr val maysir. Haroq va qima haqida ular sizni qanday qiladi so'raydi. Yas'alunaka anil mahid. Ular hayz haqida sizni so'raydi. Yas'alunaka anil ahilla. Yas'alunaka madha yunfiqun. Ma shaklda nurg'un sahobalar payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'g'an bir vaqalikni Qur'oni Karimning hikoya qilgan bir jarayoni tilg'anadi bizga. Endi Payg'ambar alayhisolamning bunda bir hadisini bir aslab o'taylik qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolam men demagan narsani so'ramanglarni qo'yib qo'yinglar. Sizdan ilgirki ummat mushta ko'p savol so'rab payg'ambarlar bilan o'zaro qarama-qarshi datalash qilib vayron bo'lgan. Men sizni bir ishga buyursam, qila olganinglarni qilinglar, bir ishdan cheklasam, u narsani tashlanglar, yeninglar. Yani Resulullah bu hadisda
Bu hadisda sahabalardan köp sual sormaslık, meselelerge inçkilep kirmeslik, yani özünün üstüge özü işte buamaslık için. Meseleni iğirlaştırmaslık için, yok hükümlerini peyda kılınmaslık için, yani koçulmaslıkını talep kıldı Peygamber Aleyhisselam. Ama şununla kulen turup, sahabalar tekrar ma'lum işler hakkında soraydı ve bunu Kur'an-ı Kerim bizge qana qiladi, hikoya qiladi. Ana mishad biz bir narsani o'yinib boqayli. Rasululloh sahobalarga o qadar bir bo'shliq qo'ydi. So'manglar dedi yani. O'zinglarga qattiq qilib olasizlar, yani texmi yuklib olasizlar, ig'ir vazifa ilib olasizlar, so'manglar. Deganni qilinglar, to'sqan yeninglar, ortiq ishni ko'chilmanglar desimi, sahobalarning bir bilik masalalarini alohida so'rashlari va buning Qur'oni Karimda bizga hikoya qilinishi nimani ifodalaydi degan vaqtida sahobalarning qalbidagi iymonning halovati shu darajaga bordiki, iymonning kuchi shu darajaga bordiki, sahobalar hayotining iymon nizomi bilan bir intizomlashishi, iymon tartibi bilan tartiblanishi, iymon manhaji bilan yo'lga silinishi, yo'lda menishi ne his qildi sahobalar. Sahobalarning qalbidagi iymonning huzuri mush nuqtaga epadi. Ya'ni sahobalar qalbidan chiqib, suyib turib, sig'inib turib, Alloh mush ishimizga bir bichim mas'uldi. Mush ishimizga bir intizom bekitib mas'uldi. Mush yo'lda qanday mengishimizni belgilab ba'sa bo'ladi degan nuqtaga kep bo'ldi degan narsani bizga qanday qiladi ifodalaydi qarindoshlar. Undan boshqa yana islom kelgan davr insonning yangi boshlangan davr emas. Inson uni oldida nurg'un yashagan, odatlangan nurg'un ishlaganlar va qilib kelgan nurg'un urf-odatlar va bo'lib jahiliyatdan qilib qolgan. Endi bir odam mu'min bo'lib bilan jahiliyatdan qilib qolgan, ota-onasidan qilib qolgan va davomlashayotgan ba'zi masalalarni islomga udul kelamdi, kemmamdi. İslamning talabi buni tasdiqlandi. Buni bilgisi keladi. Sahobalarning bu xil ichki hissiyotini, bu xil ichki dunyosini bizga bu oyatlar qanaq qilib beradi, deb beradi qarindoshlar. Undan keyin oyatdiki, ular sizdan fatvo so'raydi degan ifoda qo'llanildi. So'raydi emas, fatvo so'raydi desa, normalda fatvo so'rash degan nima desa, bir kishi o'ziga nisbatan majhul, ammo kasbiy diniy olimga nisbatan ma'lum bo'lgan bir diniy hukmdan so'rashning o'zi fatvo so'rash deb ifodalanadi va buning boshqa shakllarimi bor. Qur'oni Karimda "Walau radduhu ila rasul va ila ulil amri minhum" sura Niso'ninki 83-oyat. Agar ular bilinmagan datalash qilayotgan shu masalani payg'ambarga ularning orasidagi olim, ish egalariga masalani biladiganlarga qaytargan bo'lsa, ular bilib emasmi degan shaklda musulmonlarning bilmagan narsasini biladigan kishilardan, ilm ahlidan, kasb ahlidan so'rash bir prinsipini musulmonning hayotiga qo'yib qo'ygan. Musulmonning ilm prinsipi bu. Ya'ni o'zi xohlagan shaklda qo'shiqdan chiqarib ya bir shapaloq uriblam tepib olish musulmonning hayotiga to'g'ri kelmaydi. Musulmon cho'qim dalil asosida, fakt asosida ish qilish kerak. Bilmagan taraflarini boshqalardan qana qilish kerak, so'rash kerak. Ya'ni mayda bir nuqta va qarindoshlar. Din bir butun hayotning hammani o'z ichiga olgan bir prinsip bo'lish bilan bir odamning dinga munosabatlik bütün ahkamlarni bilib bilishi, hatto bir olimmi deyli, olimlarning bütün ahkamlarni bilib bilishini atayın. Onun üstüne men desem masalan, hayotimda shirkat qurmasligim mumkin. Dinning shirkatga munosabatlik ahkamlarini bilmayman. Ammo kun kelib, men shu ahkamdan bir ishga ehtiyoj tushib qolsa, menda men uni bilmaganligini cho'qim biladiganlardan so'rashim kerak. Haqiqiy mujtahid ulamolar bütün masalalarni bir yerga to'plagan bir ma'lumot ombiri deyishga bo'ladi ularni. Ma'lumot xazinasi ulardan hamma narsa chiqadi. Ammo normal bir musulmon bo'lish bilan bir odam hamma narsani bilib bo'lmaydi. Hatto hayotida haj qilib boqmagan odam qanchalik o'qisin, hajning amaliy ahkomlarini o'qimaydi. Agar bir masala yo'l olsa, biladiganlardan so'rash kerak. Burun
iqtisodi yo'q, zakat berib boqmagan odam, zakat berish to'g'ri kelgan vaqtda uning nasobi qanchalik, miqdori qanchalik, biladiganlardan so'rash kerak. Masala bu shaklda qarindosh. Shunda bo'lgandan keyin har odamning har narsani so'rashi tabiiy. Balki men hayotimda o'zim yashagan mening navbatdagi ahvolimga qarata ahkomlarni to'liq bilishim mumkin. Ammo men yashab boqmagan, keyin duch kelib qolgan anda sanda bir ahvollarga nisbatan men bir narsa uqmaslikqa mumkin. Bularni boshqalardan so'rashim tabiiy. Endi boshqalar kundalik yashab ketayotgan ahvolni o'zi obdan bilish mumkin. Ammo o'zi normal yashamagan, ammo duch kelib qolgan bir ikki qitimliq masalalarni men uni davomli yashaganlik uchun, men bilganligim uchun mendan qanday qilishim mumkin, so'rashim mumkin. Ya'ni inson bu shaklda, ya'ni mu'min musulmon diniy hayotni bu shaklda yashaydi. Dal mushu bilmaganni bilganlardan so'rash, o'z beshinchilik qilmaslik bizning shar'iy istilohda istifto, ya'ni fatvo so'rash degan shaklda ifodalanadi. Ular sizdan ayollar haqida fatvo so'raydi. Devidi javob qanday keldi? Qulullohu yuftikum fihinna. Masalani qanaqdir ular so'rab ondan keyin kechiktirgandek, agar so'miz demaydigandek emas. Alloh subhanahu va taolo ularning so'raydiganligini biladi. Masala azali, masala ahkam, azali ahkam. Alloh subhanahu va taolo ular so'sin so'musin buni cho'gizitdi, lekin muvaffaq keldi, ular so'radi. Alloh subhanahu va taolo bularga bu haqda nim berdi, fatvo berdi. Degani, ya'ni Alloh ularning so'g'an ahkomlarini qanaq qilib berdi, bayon qilib berdi. Nima orqali bayon qilib berdi? Qur'oni Karimdagi ayollar haqida, ayollarning yetimlari haqida, masalan ilgirki darslarimizda Sura Nisoning boshlarida ayollarga munosabatlik nikoh, taloq, miros ahvollari bayon qilindi ya. Shuning davomi mushlarning hammasi tafsiliy shaklda qanday qiladi, bayon qilinadi. Masalan ilgirki oyatlarda Sura Nisoning 3-oyatida va in khiftum alla tuqsitu fil yatama, yetim ayollar haqida bunda bir mazmun botdi. Agar siz yetim ayollar haqida adolatli qilinmaslikdan ansirsanglar, sizlarga pak olgan, halal olgan ayollardan boshqa ayollardan 2ni, 3ni, 4ni alsanglar bo'ladi degan shaklda biz mazmunlarni ilgirki darsdan bayon qilgan. Bu yerda bir deyishga ehtiyoji bor. Ya'ni deyishga ehtiyoji bor degan nima desa, bilamiz endi ayollar hayot bosqichlarining har xil bosqichlarda o'xshamagan bir holatlarda yashaydi. Kichik, cho'ng, masalan erlik yoki ersiz, ata-onasi bor yoki yetim holatlarda ayollar nisbatan bir himoyachiga ehtiyoji bor bo'libmi kichik vaqtlarda. Ayollar asrashga ehtiyoji bor bo'libmi kichik yetim qolib qolgan ahvollarda. Ya'ni o'zining ishlarini o'zi qana qilmaydi, bitirib qilmaydi. Normal balog'at yoshiga yetib kishilik hayotdagi masalalarini o'zi hal qila olgudek holatga yetgan vaqtda tamom, uning masalasi boshqa. Ammo yetim bir kichik qiz qolib qoldi ota-onasidan. Buning ahvollarini cho'qim birlari ig'olib vali sifatida, masalan ya tog'asi yo akasi, agar ular olmay qolib qolsa, ya'ni shu davomli yaqin keladigan kishilar yo atrofdagi cho'nglar masalan boshqa bo'lmagan taqdirda birlari ig'olib qilish kerak bularning ishini. Bu ahvollar igichaqsiz o'g'achqa ayollar bunda vaqtda yetim qolib qolgan ahvol ostida asallar başqalarının şeytini bularning ustidan g'olib keladi. Mayli bularningki jamoliga ko'z tiksin yoki hiqsat moliga ko'z tiksin, bu yerda bir adolatsizlik ahvoli yuz berishi nihoyat ko'p bo'ladi. Ya'ni ko'p ahvollar yuz berib qoladi. Alloh subhanahu va taolo dal bu yerda shu masalaga alohida o'rin berdi bu oyatda, alohida tilga oldi bu oyatda. Nima deydi? Ayollar haqida Allah fatvo berdi. Qur'oni Karimda sizlarga tilovat qilinayotgan yetimlar haqidagi oyatlar fatvo berdi sizlarga. Bayatni deb o'tdik. Sura Nisoning 3-oyatida bu haqda mazmun bor. Mayadimi bu haqda mazmun tilga elinyotdi. Unda o'zi masala qanday masala? Deyilsa, masala qanday masala? Gapning xulosasiga kelsak, kichik qiz, bir qiz deyli. Dadasi vafot topdi. Ailesidan uning ahvoliga qaragudek onun huquqini qo'g'dug'idek birisi qolmadi. Buningga mutlaqo bir odam ega bo'ladi. Buningga mutlaqo bir odam ega bo'ladi. Agar buning tog'alari, akalari bo'lib qolsa, ya'ni bu biroz yaxshi hamdi. Unda olmay sirtdan yot normal bir odam ega bo'lish to'g'ri kelib qoldi.
Ana shu vaqtda, shu davrning o'zida mana bir ahvollar bo'lyapti. Ham bu qiz chiroyli bo'lsa, iqtisodli bo'lsa, iqtisodli deganimiz dadasidan meros qoldi, masalan, necha million yoki necha pul meros qoldi. Buni qo'ldan chiqarib etmaslik uchun haliqi ikki odam bu qiz cho'ng bo'lgan vaqtda bu qizni o'z nikohlab ilish bir kallasga keldi-da. Chunki ham chiroyli bu bir yana birisi iqtisodi va to'y qilgandan keyin ham qana qiladi buning iqtisodi shuni bilan yani bir oilaga kiradi ya. Bu noktadan iqtisodni foydalanish uchun menda bir xiyollarga keladi. Bu bir ahvol. İkinci ko'rinish, agar bu qiz ko'rimsiz, masalan, uni jalb qilinmadi, o'zi ama iqtisodi bor. Bo'lib qolsa, buning to'y ishlarini kechiktirib, uni qilib, buni qilib qo'ldan chiqarmaslikni tirishidi. Chunki buna to'y qilib kelsa, iqtisodni bilib ketadi to'y qilgan uyga. Shuning bilan bu yerda bir xil adolatsizlik ahvollari nima qiladi? Yuz beradi. Bu ahvolni Alloh subhanahu va taolo alohida o'tirg'a qo'yishi, chunki insonning nafsi insonni mushu nuqtaga iboradi. Umar radhiyallohu anhu ham bilan bilamiz, adil, farosatlik bir xalifa, Amirul Mu'minin bo'lish sifati bilan mushu nuqtada nihoyat ziraklik bilan javob bergan bir javob bu. Ya'ni birisi kelib, mening qo'l ostimda bir qiz va yetim qiz, buni men olsam bo'lamdi, bo'lmamdi degan bir sualga nisbatan Umar radhiyallohu anhu nima deb javob berdi? Agar u qiz chiroyli bo'lib qolsa, uni amma u qiz sendan yaxshiroq tegsin. Agar satib qolsa, ya'ni kurimsib qolsa, sen uni to'y qilib olgin. Bu vaqtda aning iqtisodi chiroyining kamiyalarini to'liqlashi mumkin. Qaranglar, mushumo Umar radhiyallohu anhu o'zining ziraklik bilan heliqi adamninki surab kelgan adamninki nimani maqsad qilayotganligini qanaqlayotgandek his qilib qolgandek, bayqab qolgandek. Masalani unda prinsip nuqtasidan qanaqagandek keskandek berdi-chu. Hamda oyatda ma'bir nuqta diqqatni tortdi qarindoshlar. Qur'oni Karimda kitobda ayollarning yetimlar haqida sizlarga tilovat qilinadigan deb bo'lib, allati bu ayollarning ustidagi ularga kutiba lahunna belgilangan haqlarini sizlar bermaysizlar dedi. Bermaysizlar degani insonning shaytini bergizmaydi insonni. Bu ayollarning ustida ikki xil haqlar bo'ladi ayollar oladigan. Birisi yo ota-onasidan qolib qolgan miroslar bo'ladi yoki to'y qilgan vaqtda mehr sifatida berilgan to'ylik bo'ladi. Ammo igoq odam o'zi elish orqali to'yliqni mana qilib o'tkazadigan, masalan, boshqa ayollarni olsa, chiqroq to'yliq olsa, men o'zi cho'ng qilgan, o'zi tarbiyalagan, necha yildan buyon oldin xabar olgan bo'lgandan keyin buni menda ham evalalaydim. To'yliq bo'lsa, nima tejab qoladi ham buning dasidan qolgan meroslarini cho'ntikiga salalaydi. Bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo mush taraflarini alohida qanday qilyotdi? Alohida ifodalayotdi. Davodida o'tirg'i qo'yiyotdi qarindoshlar. Ondan keyin oyatning yana bir tarafi bor. Oxiri qarasak, ularning ustiga belgilangan shu mol-mulklarni bermaysizlar deb bo'lib, sizlar ularni elishni istaysizlar dedi. Men sizlarga tarjima qilgan vaqtda elishni istaysizlar, elishni xohlaysizlar deb tarjima qildim. Ifodalanmayotgan bir nuqtam bu yerda. Buning arabchada qo'llanilgan fe'l targ'abun. Targ'abun degan fe'l arabchada uning keynidan keladigan oldi qo'shimchaga qarab turib, ya qiziqish yoki tashlab qo'yishni yuz o'rish, uni voz kechish ma'nosida ikki xil keladi. Ammo bu oyatda qiziqish ma'nosini ifodalaydigan qo'shimcha mukammallik, voz kechish ma'nosini ifodalaydigan qo'shimcha mukammallik. Bu nima demak bu oyatda desa, bu oyatda shuni ifodalamoqchiki, iboyatni men ahvollarni ikkiga bo'ldim ya, chiroyli qilib qolsa bir xil, agar kurimsib qolsa bir xil. Oyat ikkala nuqtasini o'z ichiga olmoqchiki, ashta ahvol yuz beradi. Ko'z oldidagi bir qiz chiroyli qilib qolsa, uning chiroyini ko'zlab, mol dunyosini ko'zlab, og'zi keladi. Chiroyli qolmay qolsa, kurimsib qolsa, uni asta olmaydi-yu, ammo haqim bergisi kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo mayada ikkala xil ma'noni ifodalaydigan bir iboratni qanday qildi ishlatdi qarindoshlar. Bu bir nuqta. Undan keyin yana bugungi oyatda
bizga alohida eskartilayotgan Alloh ahkamini bayon qilgan masalalardan birisi val mustadafina minal wildan. Ya'ni balalarning yetimlari deydi. Bilimiz yetim to'g'risida biz nurg'un izohatlarni berdik. Normal o'zining hayotini mustaqil kechirish qavomiga yetmagan, yeshiga yetmagan har qanday odam yetim, mayli er olsun yoki nim bo'lsin, ayol olsun. Ikkilisini hisoblanadi, yetim hisoblanadi. Hamda mushu yetimning ahvoliga kelgan vaqtimizda biz yetimning hukmidagi ba'zi nuqtalarni tilga olishimiz to'g'ri keladi. Masalan, yetim bo'lmasa-mu, yashi bir yerga olgan bo'lsa-mu, ammo aqlsiz, o'zining mol mulkini o'zi boshqara olmaydi. Asallar buzib chechib isrof qilish ehtimoli bor. Ya'ni buzib xajlatib o'tgan xajligini bir narsa yo'q, jamiyatga yukuladigan bir ahvol bo'lib qoladi. Buni yetim bilan o'xshash islom muomala qiladi. Sura Niso'ning 5-oyatida bu ahvollarni batib bunu o'qib o'tgan. "Va la tu'tusufaha amwalakum." Ya'ni sizlar ig'darchilik qilayotgan ularning mollarini aqlsizlarga, buzib chashadiganlarga qanday qilmaslik bermaysizlar. Toki ular rushd yashiga yetib, o'zining mol mulkini normal o'zi kontrol qilib, mustaqil yashag'idek holat yetguncha bularning mol mulki to'nglatiladi. Ya'ni bularning chiqimiga tushliq beriladi, ana butunlay o'zining tasarrufotiga qanday qilinmaydi, berilmaydi. Hatto Sura Niso'ning 6-oyatida yana shu maqtovga nisbatan oyatlar bayon qilinib deydi: "Vattalul yatama yetimlarni sinab boqinglar, hatta idza balagun nikah." Ular balog'atga yetib, o'zining ishlarini o'zi bitirib qilib, "Fa in anastum minhum rushdan." O'zini normal hayotda mustaqil yashay oladigan bir holatni, rushdini his qilsanglar, an pul mollarini ularga beringlar. Shu vaqtda o'zini xohlagan bir shaklda tasarruf qilsa bo'ladi degan shaklda Alloh subhanahu va taolo bularning haqidagi oyatlarni muqanna qilgan, bayon qilgan. Ya'ni valining yetim bolalar, anikin aqlsizlar, rushdishiga yetmagan pul mollarini xohlagancha buzib chechib o'tish ehtimoli bor. Ya'ni aqli joyida emas insonlarning pullarga egulab, shularga mas'ul bo'lganlar ta shulardan mustaqil normal turmush kechira oladigan bir yoshni ishni his qilganga qadar ularning pul mollarini o'zi tutib turadi va shularga tasarruf qiladi. Andan ular agar mustaqil bir yashash holatiga yetgan vaqtda ularga qanday qilsa bo'ladi. Ammo bugungi oyatni shu masalalarni bizga asl tuvatidi, kamiyalarini qanday qilyotidi, to'liqlayotidi. Davatidiki, oldinglarda sizlar ega olgan yetim qizlar bor. Sizlar buning meroslarini yoki to'yliqlarini qanday bermaydigan bir ahvol bo'ldi. Bularni og'inglar yoki boshqalarga to'y qilib bermaginglar. Pul mollar uchun bunda bularning ahkamlarini Alloh subhanahu va taolo sizlarga bayon qiladi. Balalarning ichidagi ojizlarning ahkamlarini bayon qiladi. Deb bo'lib oyatning oxirida nima deydi endi? Va antaqumu lil yatama bil qist. Yetimlarga adolat bilan muomala qilishing. Yetimlarga adolat bilan muomala qilish degan nima o'qadinglar? Bu yerda oyatning ba'zi grammatiklik nuqtalari bor. Biz bu yerni qanday qilib ketamiz? O'tib ketamiz tabii. Chunki bu maqomga qarindoshlarimizning tushunchasiga mos emas, ammo yetimlarga adolat bilan muomala qilish degan nima desa, yetimga mas'ul bo'lgan kishiningki yetimning foyda, manfaat asosida ishlarga kafolatlik qilishga mas'ul. Bayatni deganimizdagi yetim, ko'z oldimizdagi yetim yo ayol bo'ldi, qiz yoki o'g'il bo'ldi. Endi bayatdan deb o'tdik bir masalalarni, ya'ni shuni mishaga qanday qilsak bo'ladi, qaytirib mishay tatib akasak bo'ladi. Qizob qilib ko'rimsib qolsang tabiiy og'iz kelmaydi-da. Nikohlab og'iz kelmaydi. Shuning bilan buning boshqalarga nikohlanib to'y qilib ketishining oldini to'sadigan, engel bo'ladigan, cheklama qo'yadigan. Chunki kessa ma'ning iqtisodini birlik ketadi, foydalanmaydi. Buningni bilan buningga haqsizlik qiladigan yoki chiroyli qolib qolsa, uni o'zi elish uchun buningga bir alohida iltifot ko'rsatadigan. Masalan, o'zining bolalari bo'ladi tabii va boshqa bolalar bo'ladi. Buldunmi ortiq ko'nglini tutish masalan. Buni ep qoldirish o'zining qeshida degandek bir tasarrufotlar bo'ladi. Yo hadidan ziyoda eshiq boshqalardan oshirgan shaklda muomala qiladigan ahvol bo'ladi yoki uningdan tuan muomala qiladigan ahvol bo'ladi. Har holatda bu adolatsizlik oyat davatidiki bularga adolat bilan muomala qil. Normal muomala qil. Atrofda sening bolalaring bor. Sen buning qalbini tutish uchun bolalaringdan farqli muomala qilsang taqa bo'lmaydi.
yoki balalardan tuan muomala qilsang tek olmaydi. Haq huquqiga tajovuz qildigan. Ya'ni buni masalan to'y qilaman desa, ketib qolmaslik uchun to'y qilishning oldini to'sadigan. Masalan, yoki sen boshqalarga beradigan, boshqa yerdan to'y qilib qolsang, 1000 so'm bilan olsang, 10 so'm bilan to'ylab oladigan bir holat turib, bunun to'ylab qolsang, 2000 bunu joylab bilan aplab qilib ketadigan ma shakldagi haqsizliklar qat'iy to'g'ri emas. Mushlarning hammasining kitoblarimiz va ahkamlari va Alloh bu haqda ahkamlarni bayon qiladi. Bunga diqqat qilishimiz kerak. Degan shaklda bizga berilgan bir nima askartish ve bayan kılınan bir ahkamdan birisi. Anlakan ayetning eng oxirida Alloh subhanahu va taolo nima deyotdi? "Va ma taf'alu min khayrin fa innalloha kana bihi alima." Sizlar nima ish qilinglar? Bu yerda valilarga qarata deyotdi, yetimlarga, ego'g'allarga qarata. Nima ish qilinglar? Alloh buni azaldan biladi. Deb bo'lib, oyatning o'ttiridagi min khayrin ifodasi bizning diqqatimizni tortadi. Nima ish qilinglar deb bo'lib, yaxshilikdan degani qilgan har bir ishingda niyat muhim. Agar yaxshilikni iroda qilsang, buningga yaxshilik bo'yicha ajr beriladi. Agar sen yetimga yaxshilikni iroda qilib, yaxshi niyat bilan sog'lom niyatla ega bo'lsang, sening mukofoting jannat. Buyuk mukofot egisisan. Payg'ambar bilan jannatda birilsa, Alloh subhanahu va taolo bu yaxshi qalbingga nisbatan sana sen ko'tarib bo'lmag'idek ajr mukofotlarni beradi. Ammo niyetingda mana boshqa niyat bor. Biz bayat nurg'un ishinde dedik ya mushu qiz chiroylikan alama yoki buning mol-mulk xilijikkan uyg'unab bo'g'ichi foydalanib tijoratini ko'paytirib olama va shunga o'xshagan bir ishlarni niyat qilgan bo'lsang, Alloh buni biladi va shunga qarata sana bir tegishli mukofot jazoni joyida beradi. Payg'ambar alayhisalom hadisda İnnemal a'malu binniyat. İşlarning hammasi niyatga bog'liq. Har qanday insonning niyatiga yarasha mukofot beriladi. Va likulli imrin ma nawa. Hatto hijratdan iborat eng katta ibodatdan birini misol qilib turib Payg'ambar alayhisalom, kimning hijrati Allohga bo'lsa, Allohning rasuliga bo'lsa, hijratdan beriladigan ajr mukofoti shu Allohning rasuli bo'ladi. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan bir dunyo, olmoqchi bo'lgan bir xotini bo'lib qolsa, buning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyo, olmoqchi bo'lgan xotin bilan qanday qilindi? Mukofotlanib yoki jazolanadi. Bu shaklda bo'ladi. Undan ortiqi qanday qilinmaydi, berilmaydi. Alloh subhanahu va taolo dal mushu nuqtani oyatda bir min xayrin ifodasi bilan, yaxshilikdan ifodasi bilan bizga qanday ifodalayotdi. Agar sening qilgan ishing o qadar go'zal, sen o yetimga o qadar ko'ngil bo'lding, o yetim qizni o qadar asrab sening qizdek cho'ng qilding, ammo niyatingning bir yerlarida men mushu qizni cho'ng qanday qilaman, olaman yoki buning pulidan foydalanaman, o yoki bu degandek har xil oxiratdan boshqa, Allohning savobidan boshqa ko'zlagan har qanday bir ishing bo'lsa, bu sening niyatingga qarashda yarasha Allohning mukofotini, jazosini kutishingga iborat. Boshqa amal yo'q, ya'ni sen buni kutmay amal yo'q. Agar sen Allohni ko'zlagan bo'lsang, uningga yarasha mukofotni qanday qilishing kerak, kutishing kerak. Oxirida fa innalloha Alloh subhanahu va taolo ishlarning hammani qanday qilg'uchi, bilib turg'uchi. Oyatda fa innalloha kana bihi alima. Alloh yaxshilikni bilguchi. Bizning Uyg'urchadagi ma shaklda emas, azaldan bilguchi degan shaklda, ya'ni kana ifodasini qitib qo'yishning sababi chunki Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi butun asmo sifatlari bu shaklda qitiladi. Ya'ni bizga shuni eslatmoqchiki, Alloh subhanahu va taolo qudrat jihatda bir ishlar yuz berib, andin keyin biladigan masalalar o'rtaga chiqib andan keyin biladigan emas. Alloh ishlarni yuz berishdan ilgari o'zining azaliy ilmiy sifati bilan boshdan oxiri hammani qanday qilib turdi, bilib turdi. Yani sizlar diqqat qilinglar. Qilgan ishlaringlarda Allohni har doim ko'z oldinglardan yiroq qilmanglar. Allohning mukofot jazosini har vaqt unutmanglar degandan iborat bir ushur bo'lishi mumkin. Vaqt munosabati bilan bugun darsimiz shu yerda oxirlashadi. Kelasi soat kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.